Miqatdan ehram bağlamay ötüp ketish. Sual. Assalomu alaykum. Bu yil hajga mang'animizda ehram bağlaydigan joydan ma'lum sabablar tufayli ehram bağlayolmayla ötüp ketdik. Buning hukmi nima? Hajga ta'siri bo'lamdi? Qan qilish vojibmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yiroq diyorlardan haj yoki umr uchun haramga manganda ehrom bog'lash uchun belgilangan maxsus o'rinlar bor bo'lib, bu miqot deb ataladi. Haj yoki umraga manganlar bu o'rindan ehromsiz o'tib ketsa bo'lmaydi. Belgilangan bu o'rinlar tuvandagi hadislarda kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaliklarga Zulhulayfani, Shamliqlarga Juhfani, Najdliklarga Qarnul Manazilni, Yamanliklarga Yalamlamni talbiya to'g'laydigan o'rin qilib bekitib berdi. Yuqorqi o'rinlar shu joylarda o'ltirishli kishilarning shundaqla haj va umrani iroda qilib boshqa joylardan kelib, shu o'rinlardan o'tkichilarning talbiya to'g'laydigan joyidir. Kimiki talbiya to'g'lashga belgilangan o'rinlar bilan Makkaning oraliqida bo'lsa, Makkaga qarab qo'zg'algan joydan talbiya to'g'layveradi. Makka aholisi bo'lsa, Makkaning o'zidanla talbiya to'g'laydi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Iroq aholisi uchun Zatu Irqni ehrom bog'lash o'rni qilib bekitib berdi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan yana bir hadisda Iroq aholisi ehrom bog'laydigan joy Zatu Irqdir deb kelgan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadi: "Mushu ikki shahar Basra bilan Kufa joylashgan zaman fathi qilinganda ikki shaharda turib qolgan aholi Umar radhiyallohu anhuning oldiga kelib, ey mu'minlarning amiri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Najd aholisiga Qarnani talbiya to'g'laydigan joy qilib bekitib bergan. U yer bizning yo'limizga udul kelmaydi. Biz Qarnaga bormoqchi bo'lsak, bizga jafo bo'lib qoladi ekan" deyishgan edi Umar. Yo'linglarda uning uduliga qaranglar. Ya'ni udulidan to'langlar deb ularga Zatu Irqni talbiya to'g'laydigan joy qilib belgilab berdi. Yuqorqi joylarning miqotligida barliq olimlar birdek ittifoq qaraydigan bo'lsak, bu miqotlar haramni chambarsimon doira ichida olgan bo'lib, Alloh taolo bu miqotlarni o'zining baytini ulug'lash va hurmatini qo'g'dash uchun bekitgan. Bu yerdagi hurmat haram masjidining haqqi hurmati, haram doirasining haqqi hurmati va miqotning haqqi hurmatidan iborat. Ehrom bog'lashmi bu ilohiy haq hurmatlarga rioya qilganligiga bel bog'lash va uni jakolashdan iborat bo'lib, haj qilguvchi yoki umra qilguvchi ehrom bog'lig'inida ilgari uninga muboh bo'lgan jimo qilish, xushbo'y ishiltish, kiyim-kechak kiyish va o'lash qatorliq ishlar harom bo'ladi. Ehrom bog'lash ehromlik kiyimini kiyish bo'lmasdan, balki haj yoki umrani niyat qilishdan iborat. Niyatning o'rni bo'lsa dildadir. Bu niyatni labbayka deb to'lab tilni bilan ifodalaydi. Ehrom bog'lovchiga jimo qilish, xushbo'y ishiltish, kiyim-kechak kiyish va o'lash qatorliq ishlarni man'iy qilishdagi hikmatni olimlar rohat farog'atdan yiroq turib, xushu sifati bilan sifatlanish, kiyimlarni silvitish orqali Parvardigorning huzuriga berishni aslash va Parvardigorning ko'zitib turganligini his qilish orqali cheklangan ishlarni qilishdan yiroq turishdan iborat deb izohlagan. Makka aholisi bilan Makkada turayotganlar bo'lsa, haj uchun o'z uylaridan ehrom bog'laydi. Bu yuqorqi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hadisida bayon qilingan. Ammo umr uchun bo'lsa, Makka aholisi bilan Makkada turayotganlar cho'qim haram sirtiga chiqib ehrom bog'lab kirish kerak. Bular Tanim yoki Jirona yoki Hudaybiyaning nerisi, Hudaybiyaning bir qismi haram sirtidan hisoblanadi. Yoki Jiddadan yoki qaysi bir tarafdan bo'lmasin ish qilib haram sirtiga chiqib ehrom bog'lab haramga kirsa bo'ladi. Buningga asosan Makkaliklar va Makkada turayotganlar hajga uylaridan umriga haram sirtidan ehrom bog'laydi. Haram bilan miqot oraliqdagilar hajgami umragami uylaridan ehrom bog'laydi. Miqot sirtidan kelganlar haj bilan umraga uloq yoki mashinaga o'xshash qatnash vositalari bilan mang'anlar shu belgilangan joylarning biridan yoki udulidan o'tganida ehrom bog'lashi, aeroplan yoki paraxod bilan mang'anlar shu joylarning uduliga kelganda yoki undaq qilish qulaysiz bo'lsa, aeroplan yoki paraxodga chiqishdan burun ehrom bog'lashi vojib.
Miqatdan o'tganda ihrom bog'lashga chetishliq yana bir qancha masala bor. Birinchi, balog'atga yetmagan sabiy bola miqatdan ihromsiz o'tib bo'lib, balog'atga yetgan bo'lsa yoki kofir miqatdan ihromsiz o'tib bo'lib musulmon bo'lgan bo'lsa, bular haj yoki umraga ihrom bog'lamoqchi bo'lsa, turgan joyida ihrom bog'laydi. Kuchlik qarashda ularga bu sababli qon kelmaydi. Chunki bular ihrom bog'lash vojib bo'lgan joydan ihrom bog'lagan bo'lg'achqa, xuddi makkaliklarga miqat ichida yashaydiganlarga, shundaqla haramga boshqa bir ish uchun kirib bo'lib, haj yoki umra qilmoqchi bo'lgan kishiga o'xshab ketganlikdan, shularga o'xshash turgan joydan ihrom bog'laydi. Miqatga qaytish kerak bo'lmaydi. Ikkinchi, haj tamattu uchun umra qilib bo'lgan kishi Madina yoki Riyod yoki boshqa yurtlarga safar qilib, haj uchun Makkaga qaytsa, haj tamattu niyatida turgan bo'lsin yoki bo'lmasin, qaytishida miqatdan o'tganda ihrom bog'lashi vojib bo'ladi. Uchinchi, Makka aholisidan biror kishi safarga chiqib, Makkaga qaytganida umra yoki haj qilmoqchi bo'lsa, miqatda ihrom bog'lashi vojib bo'ladi. Buningda olimlar ittifoq. To'rtinchi, Makka atrofiga ish yoki tuqqan ziyorati uchun boradigan kishi miqatdan ihromsiz o'tib bo'lgandan keyin haram doirasi boshlanmagan arliqda turib, haj yoki umra qilishni qaror qilib qolsa, haj yoki umrni niyat qilgan joydan ihrom bog'lasa bo'ladi. Qaytib miqatdan ihrom bog'lashi kerak emas. Qon qilishmi ketmaydi. Chunki u miqatdan o'tganida haj yoki umrni niyat qilmagan. 5. Makkada yoki haram bilan miqat aralığında turayotganlarga ihrom bog'lash uchun belgilangan o'rinlar ular uchun miqat hisoblanadi. Ular bu o'rinlardan ihrom bog'lamay o'tib kelsa yoki haram ichida ihrom bog'lash kerak bo'lgan ahvolda haram sirdidan ihrom bog'lab qolsa yoki haram sirdida ihrom bog'lashi kerak bo'lgan ahvolda haram ichidan ihrom bog'lab qolsa, bumi o'xshashla miqatdan ihrom bog'lamaslik bo'ladi. Xiloflik qilsa qon keladi. Miqatdan ihromsiz o'tishning hukmi va natijasiga kelsak, miqatdan ihromsiz o'tish ikki turga ayriladi. Birinchi, miqatdan ihromni niyat qilmay o'tib ketish. Agar qasddan yoki bilmay yoki unutib qolib ihrom bog'lash belgilangan o'rindan ihromsiz o'tib ketgan bo'lsa, texi tavob qilmagan bo'lsa, qaytib berib shu joydan ihrom bog'lab kelsa bo'ladi. Bu ahvolda hech qanday jazo yoki to'lam kelmaydi. Gunohkormi bo'lmaydi. Ammo miqatdan o'tib ketib, ihrom bog'lab, haramga kirib tavofni boshlab yoki haj umri faoliyatlaridan birisini qilib bo'lgan bo'lsa, uning miqatga qaytishning foydasi bo'lmaydi. Baribir qon keladi. Chunki bu ahvolda haj yoki umraga ihrom bog'lagan kishi kamtuk ihrom bog'lagan holda ibodatga tutish qilib bo'lgan bo'ladi. Natijada miqatdan ihromsiz o'tganlik uchun bir qo'y qon qilishi vojib bo'ladi. Imom Ibn Qudama aytadi: haj yoki umr uchun miqatdan ihromsiz o'tib ketgan kishi miqatni bilib o'tsin yoki bilmay o'tsin, ihromsiz o'tishni haromligini bilsin yoki bilmasin, agar mumkin bo'lsa miqatga qaytib berib shu joydan ihrom bog'lab kelishi kerak. Qaytib shu joydan ihrom bog'lab kelsa, uningga boshqa bir ish qilishi vojib bo'lmaydi. Buningda olimlar orasida boshqacha qarash borligini bilmaymiz. Bu ahvolda o'tib ketgan miqatga qaytsin yoki uningdan boshqa yaqinroq yoki yiroqroq bir miqat qaytsin, Hanafiy mazhab qarshida o'xshash. Chunki u miqatlarning hammasi ihrom bog'lovchiga nisbatan o'xshash. Ammo biror miqatga qaytmayla turgan joyidan ihrom bog'lagan taqdirda barliq olimlarning nazarida bu kishi haj yoki umradagi bir vojibni tark qilgan bo'ladi. U bo'lsa-mu miqatdan ihrom bog'lab o'tish bu ahvolda gunohkor bo'lganligida qarash o'xshashmasligi yo'q. Bunun bilan qo'shib, bu kishi miqatga o'zirsiz qaytmaganligi uchun gunohkor bo'ladi. Albatta, hukmini bilmagan yoki unutib qolgan kishi qasdlik bo'lmag'achqa miqatdan ihromsiz o'tib ketganligiga gunohkor bo'lmagani bilan miqatga o'zirsiz qaytmaganligi uchun gunohkor bo'ladi. Miqatga qaytmaslik hajga qisilganlikdan yoki hamroh topolmaganlikdan yoki kasallikdan yoki dushmandan yoki saqchidan yoki o'g'irdan qo'rqqanlikdan bo'lsin yoki yo'l bilmaganlikdan bo'lsin, o'xshashla turgan joyidan ihrom bog'laydi. Bu ahvolda miqatga qaytmaganlik jihatdan gunohkor bo'lmagani bilan miqatdan ihromsiz o'tib ketganlik uchun gunohkor bo'ladi. Lekin haj yoki umraga haramga mang'an kishi miqatdan ihrom bog'lamay, keyin qaytibmi bormay, turgan joyida ihrom bog'lagan bo'lsa, qon qilishi vojib bo'lamdi. 4 mazhab olimlarini o'z ichiga olgan ko'pchilik olimlar u kishiga qon qilish vojib bo'ladi deb qaraydi.
Bular Hazreti İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mono so'ziga tayangan. Kimiki haj ömrida ibadatidan biror vojibni unutib qolsa yoki tark etsa, qon qilishi vojib bo'ladi. Shayx Shinqiti aytadi: Bilginki İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yuqorqi so'zini fuqahoilar oyat va hadislarda kelgan qurbonliqlardan boshqa barliq vojib qurbonliqlarga ikki jihatdan dalil qilgan. Biri, bu ish illati, hukm chiqarishda ta'sir ko'rsatadigan sifatini bilgil bo'lmaydigan ibodat qatoridan bo'lg'achqa, bu so'z hadisning hukmini oladi. Yana biri, hadisning hukmini olmagan taqdirdami, bu bir katta sahobaning so'zi. Sahobalardan birasining uningdan boshqa so'z qilganligi ma'lum emas. İbn Ömer radhiyallohu anhumami Minodan qaytish kunida kun tiklashishdan burun qaytib ketgan kishi to'g'risida kun tiklashishdan burun tosh etvasi tiklashgandan keyin qayta atadi. Kun tiklashishdan burun qaytib ketgan bo'lsa qon qiladi deb vojibni tark qilganlik uchun qurbonlik vojib qilgan. Miqatdan ihrom bog'lamagan kishimi xuddi haj tamattuda hajga miqatdan ihrom bog'lamaganlikdan iborat bir vojibni tark qilganlik uchun qurbonlik vojib bo'lgan kishiga o'xshaydi. Bu sababdan uningga har qanday vojibni tark qilgan ahvolni qiyos qilishga bo'ladi. Tabiinlardan ba'zilari haj yoki umra niyatidagi kishi miqatdan ihrom bog'lamay o'tib kelsa hech gap bo'lmaydi degan. Yana ba'zilari miqatga qaytmay haj qilsa haj hisob emas degan. Yana ba'zilari miqatga qaytmay haj qilsa hajdan keyin miqatga qaytib ihrom bog'lab umra qiladi degan. Lekin ko'pchilik olimlarning qon keladi degan qarashi ko'ngil xotirjam bo'ladigan qarash bo'lib, Imom Ibn Abdulbar yuqorqi ba'zi tabiinlarning qarashini bu uch xil qarash naqli dalili yo'q bo'lish bilan birga aqliy tahlildimi to'g'ri chiqmaydiganligi uchun har iqlim fuqaholari nazarida qiyin ham yo'chun qarashlardir degan. Demak, haj yoki umraga manganda miqatdan ihromni niyat qilmay o'tib ketish hajning vojiblaridan birini tark etganlik bo'lg'achqa, bu ahvolda ko'pchilikning kuchli qarashi bo'yicha bir qo'y qon qilish muayyanlashadi. Imkoniyat yer bergan kishi uchun buni boshqa bir ish bilan o'rnag'ili bo'lmaydi. Qon o'rniga ro'za tutsa yoki tamoq bersa bo'lmaydi. Albatta, bu qurbonlikni haj tamattu qurbonligiga o'xshashla Makkada yoki Minoda qilish lozim. Bu qurbonlikning go'shidan bir qismini o'z yeyisi bo'lamdi yoki hammani piqlarga tarqatib berish kerakmi? Bu masalada olimlar o'rtasida qarash o'xshash bo'lmasa-mu, vojib yoki nafla hadiya qurbonligidan bir qismini yeb, bir qismini muhtoj va soillarga bersa bo'ladi degan. Ba'zi olimlarning qarashi kuchlidir. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda hadiya tugilarni sizlar uchun Allohning dinining alomatlaridan qildik. Ularda sizlar uchun xayr bordir. Shunga ularni qator o'ri turg'izib, Allohning ismini tilga olinglar. Biqinlari yerga tushganda uningdan o'zinglarmi yanglar, qanoatchanligimi, soilg'imi yegizinglar. Haj surasi 36-oyat. Hajda qilingan qurbonliklarning ko'pinchisi tamattu yoki qiron uchundir. Yuqorqi oyatning umum mazmunimi uning bir qismini yesa joizligini ko'rsatadi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma haramda o o'lganlikning jazosi uchun qurbonlik qilgan. Nazr qilgan molning go'shtidan yemaydi. Undan boshqasini yeydi degan. Ata haj tamattuda qilgan qurbonlikdan o'zimi yeydi, boshqalarga yegizidi degan. Ata yana xolisa hadiya qurbonlik bilan odatdagi qurbonlikdan yeydi, xolisa yemaydi degan. Iqtisodi yetmay bir qo'y qon qilolmagan taqdirda o'rniga 10 kun ro'za tutishi lozim. Bu haj tamattuning qurbonligiga qiyos qilib berilgan hukmdir. Imom Qarafi aytadi: imkoniyati bo'lmasa, miqatdan ihromsiz o'tib ketganlik uchun keladigan qon o'rniga ro'za tutsa bo'ladi. O'rniga tamoq bersa bo'lmaydi. Chunki bu Minoda qo'nmaslikdek, haj bilan umrni biroqlam tujublab qilishdek haj ishlaridan birini tark etganga kelgan qon. Shunga bu qon tamattu qoniga o'xshash tartib bilan bo'ladi. Ammo ihromlik holatida cheklangan ishlarni qilishga keladigan qon o'rniga ro'za yoki tamoq berishni tanlash bo'lsa ixtiyoriy bo'ladi. Haq taolo aytadi: kimiki hajdan burun umra qilib olgan bo'lsa, hadiya qurbonligidan nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qilsin. Kimiki qurbonlik topa olsa, haj jarayonida 3 kun qaytgandan keyin 7 kun, jami 10 kun ro'za tutsin. Undaq qilish oilasi Masjid-i Haram doirasida o'tirmaydiganlar uchundir. Ba'zilar bu ahvolda ro'za tutish yo'q. Chunki haj tamattu
qurbonligi, shukrona qurg'onligi, ehromsiz miqotdan o'tish qurbonligi bo'lsa, to'liqlash qurbonligi. Shunga bu qiyos farqliq deb baqqan bo'lsa-mu, lekin haj tamattuda aslida umriga kelgan kishi umrini tamomlagandan keyin haj oylari kirgan bo'lsa, yurtiga qaytib miqotdan ehrom bog'lab kelish kerak edi. Chunki u miqotdan haj bilan umraga niyat qilib o'tgan. Hajga Makkadan ehrom bog'lagandan keyin hajga ayrim safar qilishdan qutulgan bo'ldi va bu bir qadamliq safarning kamligini qurbonlik bilan to'liqlagan bo'ldi. Undaq bo'lgan ekan, tamattu qurbonligimi to'liqlash qurbonligidir. Buning dalili shuki, Makkalik haj qilguvchi umri bilan haj araliqida tamattu qilganida Alloh uning bo'yniga qurbonlikni saqit qilgan. Allah uning bo'ynidan qurbonlikni saqit qilgan. Bumi uning to'liqlash qurbonlik ekanligini ko'rsatdi. Chunki bu yerda yurtiga qaytish sirtdan kelganlar uchun lozim. Makkalik hajga ehrom bog'laganda haram sirtidagi miqot qaytmaydi. Allah Taala bu ishda oilasi masjidi haram doirasida o'ltirmaydiganlarni Makkaliklar va Makkaliklarning hukmidagilardan ayirib qaragandan keyin bu ayirish bu qurbonlikning to'liqlash qurbonlik ekanligini ko'rsatdi. Undaq bo'lgan ekan, to'liqlash uchun vojib bo'lgan har qanday qurbonlik mushu qurbonlik o'xshash bo'lib, uni ado qilolmasa, uning o'rinbosari bo'lgan ro'zaga yo'tkiladi. Mana bu qiyosning asosidir. Lekin buning tamattu ro'zasidan farqi shuki, bu 10 kunlik ro'zani qayerda tutib olsa bo'ladi. Qurbonlik qilolmasa o'rniga 10 kun ro'za tutadi desak, bu 10 kunning 3 kunini hayit kunigacha tutib oladi. Hajga Zulhajjining 6-kuni, ya'ni Minoga mengishdan 2 kun burun ehrom bog'lab ro'za tutishni boshlasa, 6, 7, 8-kunlari 3 kun ro'za tutib olsa bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafatda ro'za tutmay turgan bo'lg'achqa 9-kuni, ya'ni Arafat kuni ro'za tutmagan afzal bo'ladi. Yoki Arafat kuni bilan 3 kun tutsami mayli. O kunlarda tutalmagan taqdirda Zulhajjining 11, 12, 13 kunlari, ya'ni hayitning 2, 3, 4 kunlari tutib olsa bo'ladi. Bu 3 kun tashrih kunlari bo'lib, odatda ro'za tutish cheklanadi. Faqatla tamattu qurbonlik qilolmagan kishi tutadigan 3 kun ro'zani hayit kunidan burun tutalmagan bo'lsa, tashrih kunlarda 3 kun ro'za tutilishga ruxsat qilinadi. Ayşe radhiyallohu anha bilan Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan: Qurbonlik topolmaganlardan boshqalariga tashrih kunlari ro'za tutishga ruxsat qilinmagan. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhuma hajdan burun umra qilib olgan kishi tutadigan 3 kunlik ro'za Arafat kunigacha bo'ladi. Agar qurbonlik topolmasa, ro'zami tutmagan bo'lsa, Mina kunlari ro'za tutadi. Tashrih kunlaridami tutolmagan, ba'zi qarashlarga asosan tashrih kunlaridan keyin tutib oladi. Haramdagi chaqlarda og'rib qolib yoki hayz yoki nifos sababidan bo'lsin yoki sababsiz bo'lsin 3 kun tutolmay yurtiga qaytib ketgan taqdirda qazosini yurtida tutib oladi. Qaytqicha tutmaganlik sababidan qon kelmaydi. Qolgan 7 kunni yurtiga qaytganda tutib oladi. Ro'za tutishda bu kunlarni orqa-orqadan tutish kerak emas. 2. Miqotdan ehromni niyat qilib, lekin ehromlik kiyim-kechak kiyib o'tib ketish. Miqotdan o'tganda yanada ehromlik bo'lmaganlikdan yoki ehromni yuk taq bilan mangdirayotganlikdan ehromlik kiyolmagan bo'lsa-mu, ehrom bog'ladim deb niyat qilishi vojib. Niyat qilgan bo'lsa, garchi ehromlik kiymasa-mu, u kishi ehromga kirgan, ammo kiyim-kechak kiyib olish orqali ehromda cheklangan bir ishni qilgan bo'ldi. Lekin uchisidagi kiyim bilan ehrom niyat qilgan kishi beshiga bir narsa kiyib olmay ochiq tutishi, paypoq va ich kiyimlarini silib o'tib, ko'nglak yoki maykasini silib, rido shaklida uchisiga artib olishi, ishtini bilan ehromga kirishi lozim. Chunki izar belning ostini o'rg'udak raqt topolmagan odam ishdan kiyib olib, ishtanda ehromga kirdi. Bu kishi ehromlikni topgan chaqida ehromlikni kiyib oladi. Bu kishiga fidya kelmaydi. Jabir ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izari bo'lmagan kishi ishdan kiysin. Qo'njisiz kash topolmagan odam qo'njilik kashni qo'njisini ushqidan tuvan qilib kesib o'tib kiysin dedi.
Ammo miqotdan o'tganda ehromlikni yanada bar turib, saqchidan qo'rqqanlikdan yoki boshqa sabablar tufayli kiyimi bilan ehromni niyat qilgan bo'lsa, bu ahvolda u kishiga fidya berishi vojib bo'ladi. Fidya 3 kun ro'za tutish yoki har bir miskinga yarim sa miqdorda miskinga oshliq berish yoki bir qo'y qon qilishdan iborat. Janobi Alloh bu hukmni buni oyatda bayon qilgan. Sizlardan kimiki kasal yoki beshida biror bearomchiligi bo'lsa, chechini tushirsa, ro'za tutish yoki sadiqa qilish yoki qurbonlik qilish orqali fidya bersin. Abdurrahman ibn Abi Layla Ka'ba ibn Ujra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi-ki, Ka'ba ibn Ujra radhiyallohu anhu uningga bunday so'zlab bergan. Hudaybiya yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening yonimga kelganda beshimdan pitlar to'gilib turardi. Rasululloh, pitlaring sana azor beryapti dedi. Men ha desam Rasululloh chechani tushirvat dedi. Alloh taolaning sizlardan kimki kasal yoki beshida biror bearomchiligi bo'lsa, chechini tushirsa, ro'za tutish yoki sadiqa qilish yoki qurbonlik qilish orqali fidya bersin. Sura Baqara 196-oyat. degan oyatni oxiri qadar meni haqqimda nozil bo'lgan edi dedi. Shuning bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga 3 kun ro'za tut yoki biror farq ochliqni 6 miskinga sadiq qil yoki sana qulay bo'lganini qurbonlik qil dedi. Bu ikkinchi turda fidya bermoqchi bo'lgan kishi yuqorqi 3 ishdan birini tanlasa bo'ladi. Agar ro'za tutmoqchi bo'lsa, barliq olimlarning birdek qarashi bo'yicha ro'zani dunyoning qayerda bo'lsa tutib olsa bo'ladi. Agar qon qilishni tanlagan ahvolda bu to'lam uchun so'yilgan mol bo'lg'achqa, uning go'shidan yesa birarsiga hadiya qilsa bo'lmaydi. Hanafi va Shafi'i olimlar uni faqatla Makkada so'yib, go'shining hammani haram fiqrlarga tarqatib berdi deb qaragan bo'lsa-mu, lekin Imom Malik qatorliqlarning kuchli qarashiga asosan uni Makkada so'yishi kerak emas, balki dunyoning har qaysi joylarida so'ysa bo'ladi. Lekin o'zi uningdan yemay hammani fiqrlarga tarqatib berdi. Chunki Qur'on va hadisda buni hadiya deb atamay qurbonlik deb atagan. Qurbonlik degan qayerda so'yilsa bo'ladi. Imom Ahmadmi haram sirtida qilingan xiloflik fidyasi haram sirtida bo'g'izlanadi deb qaraydi. Ka'ba ibn Ujra radhiyallohu anhuning yuqori hadisidami Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga yoki sana oson kelgan narsani qurbonlik qil degan va haramda qurbonlik qilishni shart qilmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhudanmi Hazrati Husayn radhiyallohu anhuning Suqya degan joyda chach tushirishiga fidyasi uchun haramning sirtida qurbonlik qilganligi kelgan. Mujohid fidya sen xohlagan yerda bo'ladi degan. İbrahim Naxai fidya sadiqasi, ro'zasi va qurbonlikni xohlagan yerda bo'ladi degan. Xulosa: miqotdan o'tganda ihrom kiyimi kiyilmagan taqdirdami ihromni niyat qilgan, qilmaganiga qarab kafarati farqli bo'ladi. Niyat qilmasa qon keladi. Buni haramda so'yib, boy va kambag'allarga tarqatsa, bir qismini o'z yesi bo'ladi. Qon qilolmasa 10 kun ro'za tutadi. Ro'zani tutolmasa boshqa ish qilish kerak emas. Ammo ihrom kiyimi kiyilmay ihromni niyat qilib o'tgan bo'lsa, ya qon qiladi, ya 3 kun ro'za tutadi, yoki 6 miskinga tamoq berdi. Bu ahvolda cho'qim qon qilishi kerak emas. Bu ishdan birini ixtiyoriy tanlaydi. Bu ishlarni haramda qilish kerak emas, balki haram sirtida, yurtida qilsa-mu bo'ladi. Qon qilishni tanlagan taqdirda uning go'shidan yesa, birarsiga hadiya qilsa bo'lmaydi. Go'shining hammani fiqrlarga tarqatib berdi. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 46 numurli fatvo.